Hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar, qora Gentramiz keldi. 2020 ga 21. Mashina qop-qora, lukli, avtomat korobka, faralar bilet qilingan. Mashina ideal holatda. 4 ta yumshoq balon qo'yilgan, archa balonlar. 4-pokoleniya metan. Qonli mashina qilingan, tappa tayyor mashina, videoregistratorlar bor, luklari bor, avtomat korobka, qop-qora, orqalariga optira faralar qo'yilgan. Mashina yaxshi holatda turibdi. Mayda-chuyda petnalari bor. Bemalol ko'rib tekshirib olasizlar. Paydorovka bo'lgan, keramika bo'lgan mashina. Yaxshi holatda. Narxi 110 million bo'lsa beramiz. Bo'lish narxi taqalgani naqd pulga. Xohlasangiz через bank ham bo'ladi. Birlamchi bo'ladi, ikkilamchi bo'lmaydi bu mashina. Garov qo'yib pul bersalaring bo'ladi. Где-то 95 milliongacha pul beradi. Narxi 110 million so'm. Qiziquvchilar bo'lsa 27-28 million so'm bosh to'lovga pul olib kelsalaringiz, shu mashinani через bank qilib chiqarasiz. 3 yil muddatga bo'ladi. 3 yil muddatga где-то 3,5 atrofida pul chiqadi. 3,5 million, 3600 atrofida pul chiqadi 3 yilga. Qiziquvchilar bo'lsa, pastda raqamlarimizni qo'yamiz. Bemalol kelib yo ko'rib aloqaga chiqaverasizlar.